Bugun sizlar bilan birgalikda ko'pchilikni qiziqtirgan 7 kishilik crossover Tiggo 8 Pro Max avtomobili haqida ozgina ma'lumotlarni berib o'taman. Ushbu avtomobilimiz 2 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan va 245 ta ot kuchga ega. Ushbu avtomobilda esa bitta o'rinli bo'ladi va to'rtta porshini, to'rtta bolani tortadigan 8 xil yurish rejimiga ega. Avtomobilimizda balonlar yumshoq, almashtirish ham shart emas. Juda ham chiroyli dizaynga ega, diskalari bor va beshburchak do'stlik eshiklarida 360 graduslik kamera, salon qismiga alohida e'tibor berasiz. 80% sifatli ekoko'ja bilan jihozlangan va o'rindiqlarda isitish va sovutish funksiyalariga ega va massaj funksiyasi ham mavjud. Barcha o'rindiqlar regirovkasi elektronik hisoblanadi. Ushbu avtomobilda kattagina spashton monitor va skoroslari joystik bo'ladi. Ko'rib turganingizdek 360 gradusli kamerasi, rul elektropaket va akustikalari Sony hisoblanadi. Ikki tomonlama iqlim nazorati va hozirgi kunda havo chang bo'lganligi uchun ushbu avtomobilda havo tozalaydigan funksiyasi ham mavjud. Orqa o'rindiqlarga alohida e'tibor berasiz. Anchagina keng va o'rta o'rindiq hisoblanadi. O'rtada bar ham mavjud, sifatli ekoko'ja, orqa o'rindiqlarda ham isitish funksiyalariga ega va orqa dizayniga alohida e'tibor berasiz. Juda ham chiroyli dizaynga, orqa patroniklarda va orqada kameralari ham mavjud. Ya'ni bu atrofimizni harakatlantirganingizda va to'xtatganingizda juda ham sizga udobli qo'l keladi. Avtomobilda bagaj ochilish, yopilish elektronik hisoblanadi. Va 7 o'rindig'i shu yerda. Agar xohlasangiz bagaj kerak desangiz, bagajini yotqizasiz, bagaj bo'ladi. Agar bagaj kerak emas bo'lsa, 7-chi o'rindiq sifatida foydalansangiz bo'ladi. Avtomobilga boshlang'ich to'lov tam narxidan 30% to'lab, xohlasangiz avtokredit asosida bo'lib to'lash imkoniyatiga egasiz yoki bo'lmasa foizsiz rassrochkasi ham mavjud. Avtomobilning narxi esa 480 million 900 ming so'm bo'ladi. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Yangi bozor Promzonaning yo'lida. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang. 480 million so'mga qanaqa brend solishtirdingiz? Kommentariyada yozib keting.